72 kvadrat uyimizni bitta obzorini ko'rsatamiz. Kiraverishlarimiz zakritый dvor. 2 xona 72 kvadrat. O'zini tegida parkovkalari bilan beriladi. Mana shu birinchi etaj uyimiz. Ikkita oyna qarang. Hozir bitta uy obzorini ko'rsatamiz. Uyga kirganimizda parkovkamiz shunga pastda. 18 raqamli parkovka. Bu yoqdan pultli darvozadan chiqib ketiladi. Amerikanskiy darvoza qo'yilgan. Uyimizning obzorlarini ko'rsatib beramiz. Kirganimizda to'g'rida zal. Kattagina. Chap qo'limizda kuxnya oshxonasi. O'ng qo'limizda spalni. Bunisi vannaxonamiz, sanitariya katta. Toza xonamiz. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, pastda telefonlarimizni qoldiramiz.